Hammaga assalomu alaykum. Mening kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videoda oshxonani uborka qilishimdan boshladim. Ertalab zavtraklarni berib, ishdoqlarni yuvib, hammani kuzatib, kichkinam uxladi. Men shu oshxonani shkafni taxlashga o'tdim. Shkaflarni tartibsiz bo'lib ketibdi. Hammasini chiroyli qilib artib, tozalab, ortiqcha narsalarni olib chiqib tashlab, porядкка qilib olamiz. Уборка qilish jarayonini videoga ololmadim, lekin после holatini ko'rishingiz mumkin. Hamma joy tozalab oldim. Kasha smeslar turadi bu yerda. Kofening zona. Kofe uchun kerakli narsalar. Kofe apparat mana bu joylashgan, удобно bo'ldi olish. Shakar, bo'linma kashalar, kichkinami, prikor, pasta tarozi. Tepada asosan kam ishlatiladigan narsalar, pishiriq qoliflarim. Bu yerda ham yana pishiriq qolif. Bu yerda kam ishlatiladigan narsalar. Bu yerda ham tozalab qo'ydim. Hamma apparatlarimni artib, toza qildim. Bu yerda har kun ichiladigan dorilar ochiq qolib qo'yganman. Esdan chiqmasa uchun shuni ochuvda turadi. Hop. Sprech, folga, skochlar, ichida batareyka, ruchka, vakuumli apparat paketlari, bulchka ham ishlatilgan paketlar. Kerak bo'lib qoladi paketlar, qora ruchkali paketlar. Qo'shib turadigan chiroyli paketlar. Porядкка qilib qo'ydim hammasini. Bu yerda asosan konteynerlar turadi. Oldim bularni ham. Bu burg uchun lattalar, burgga ishlatiladigan lattalar, shu yerda solib qo'yaman. Burada farqlarim, burada kichkina dasturxonchalar, inadon, bo'ya ko'rsatib o'tgan salfetka, quyida juvamiz turamiz. Так, bu yerda asosan bitoviy texnika, mikserim, orqada multivarka, uni orqasida ovqat termiz. Bu tefal, blender narsalarni bundoq bitta ichga qilib qo'yganman. Akkuratni turadi. Korobkasi olish neudobno. Shuni olib ishlab yana qo'yib qo'yaman. Bunda chaqchuq turadi. Bugun ko'chaga chiqib bozorlik qilib keldim. Uzun marketdan oldim, makroga kirdim. Undan tashqari bitta magazinga kirib, bunda kerakli narsalarni olib keldim. Uzun marketdan olgan narsa mana shunaqa salfetkalar, sochuvchilar olaman. Oshxonada ishlataman buni. Rosa ham yaxshi. Suv yaxshi shimadi. 5 tasi bir 20 mingmi shunaqada. Rosa yaxshi. Limon kislota oldim. Limon kislotani pishirganda ham ishlataman. Choynaklarni ichini tozalashda, nakib tozalashda ishlataman. Bunaqacha qimmat emas ekan, 28 ming ekan. O'zim marketda bunaqasini ishlatib ko'rmaganman, endi ishlatib ko'ramiz. Xo'p, razrxetel, ya'ni kabartma oldim. 35 mingga oldim 1 kilosini. Anchaga yetadi menga. Bu esa Brand Free'ni kislorodni очистители. Rosa ham yaxshi. Arzon, 1 kilosi 58 ming. Bavidan ko'ra arzonroqqa tushadi. Bavi bilan sostavi bir xil. Natriy perkarbonat bilan natriy karbonat. Juda ham yaxshi. Bolam kiyimlari dog' bo'lib ketgan, o'shani tozalashga oldim. Hali uni videoda olib ko'rsataman. Endi bu menga, lekin oyijonim obiga zakokalar bular. Sochlarni chiroyli qilib qo'yamiz, qizim. Qizimga zakokalar olib keldim. O'zimizda magazinda bor. Atiga 10 ming. Rosa ham arzon. Chiroyli prichoskalar qilib qo'yaman. Ularni ham ko'rsataman, xudo xolisa. Bolalar uchun tosterni oldim. Zaxtirka narsa tayyorlab beraman. Bu asosan salat, iceberg oldim, rukola, ozgina cheri pomidor oldim. Ovsyanka so'ygan ovsyanka oldim. Ochiska tugagan, uni ham olib keldim. Bunaqa burchakka qo'yadigan narsa oldim.
Kichkina endi emaklaryapti, hamma joyi ushiydi. Kravatim chekkasiga qo'yaman. Qirrali, o'zim ham urib olaman ko'pincha. 4 ta so'mmi ekan. Hozir shu bitta nabor olib ko'rdim. Agar yaxshi bo'lsa, yana olaman. Bizda o'zimizda magazin bor, 10 minglik magazin degan. Rosa arzon narsalari, ko'p narsa topsa bo'ladi. Xo'p, dengasa kelinlarni narsasi. Xamir oldim mana. Mana shu komola deganni xamir rosa zo'r chiqadi. Mantiq qilsangiz ham bo'ladi, beshbarmoq qilsangiz ham bo'ladi. Issiqda xamir yoyish o'zi emas, o'shaning uchun tayyorni olib qo'ya qoldim. Bu kun kelib qolsa, birpasda manti yoki shipildoq qilishga juda ham yaxshi. Mana xamiri bu 30 ta bo'ladi. Zo'r, xamiri ham zo'r. Oldin ham olib ko'rganman, aynan mana shu komola degannikini olaman. Zo'r chiqadi. Shu qilgan bozorligim. Mana. Tak, mana. Chilligim ichlari yonib ketgan. Kompot qaynatganda mana shu chillidan foydalanaman-da. Stolda ham ketmadi. Nakib bo'lib yopishib qolgan. Limon kislota qilsa ham bo'ladi-yu endi. Men ishlatib ko'rmoqchiman. Sinab ko'raman. Birinchi suv qaynatib olaman o'zida. Keyin buni solamiz. Bunda bolamni dog'ib ketgan kiyimlari, chaqalog'imni, anaqani dog'ib ketgan sochiqchalarni ham tozalab olamiz. Dog'ib ketgan sochuvlarim yuvilgan, lekin dog'ib ketmagan. Mashlarni tog'larni ketkazamiz mana. Bunda ham mana yuvilgan, lekin dog'lari bor. Bu ham xuddi shunaqa. Ranglari bir narsa bo'lib ketgan. Bu ham yuvish kerak. Oshxona sochig'im. Dog'lari bor, ular sarg'ayib qolgan. Bu ham xuddi shunaqa. Videoda yaxshi ko'ryaptimi? Mana bitta dog'lari bor hamma joyda. Ishlarni yuvishimiz kerak. Bu esa kichkintoy kiyimlari. Ovqat yeyishni boshlagan. Sekin-sekin berib olma yeydi, banan yeydi. Dog'lari qolib ketgan shular. Yuvilgan bular hammasi. Lekin ketmagan deydi dog'lar. Mana shunda ketkazamiz endi xudo xolasi. Bunda ham bor, videoda uncha ko'rinmayapti. Sariq dog'lari bor. Bemalaklar dog' bo'lgan. Mana. Katta o'g'limniki. Undan dog' qilib tashlabdi. Ko'chaga kelgan yaxshi futbolkasi edi. Ham yuvamiz. Mana katta o'g'limniki. Oldiga nimadir tomizgan. Shularni yuvib tozalab qo'yamiz. Solamiz. Reaksiya qilishmoqchi. 3 4. Shunga sochuvlarni solamiz. Boyagi sochuvlarimiz reaksiyaga kirishyapti. Toshib ketishi ham mumkin. Kiyimlarni alohida qilamiz lekin. Tak, mana kirlarim yuvilib chiqdi. Ichida ham sariq dog'i bor edi. Top-toza bo'ldi. Mana futbolkasi. Hamda dog'lari bor edi. Bittasi ham qolmadi, hammasi top-toza bo'ldi. Tozalab qilishim kerak faqat bularni. Mana bitta dog' bor edi buni. Bu ham ketgan. Mana bu вообще sap-sariq oldi. Top-toza bo'ldi. Bu ham mana oppoq bo'ldi. Bu ham bitta dog'lari bor edi. Ketdi. Bu ham mana top-toza bo'ldi. Buniki ham oldin rosa dog' bo'lib ketdi. Sochig' esinglarda? Yangidek bo'lib qoldi sochig'im. Hamma joyi top-toza. Oshxona sochig'im sarg'ayib ketgan nimatlari. Bitta ham dog' qolmadi. Bu ham
Mantada sariq dog'lari bor edi. Top-toza mana. Dazmol qilishim kerak faqat. Sochig'im bu ham toza mana. Bu ham yangidek bo'ldi. Hech qanaqa dog' qolgani yo'q. Zo'r ishlarkan lekin. Mehmon sochiqlarim edi mana. Toza bo'lgan. Bu ham mana. Dog'i yo'q hech qanaqa. Kirlarim yuvguncha orada kalaskani ham tozalab oldik. To'g'riroq o'g'lim tozaladi. Kalaska tozalayman desam, "Oyijon, o'zim qila qolay" dedi. Shlankada suvlarni sepib, hamma joyini yuvib chiqdi, tozalab, cho'tkalab. O'zim oppoq top-toza qilib beraman dedi. Hovlida turganga chang bo'lib ketadi. Uni ustiga pechenye yeydi, pyurelar yeydi o'tirganida. O'shani dog'lari bo'lib ketgandi. Glinser sredствosidan foydalanib yuvyapti. Shart emas, sepmay qo'ya qol, o'zi yuvsa ham ketadi desa, yo'q, toza bo'lsin deb chiroyli qilib hamma joyini top-toza qilib yuvib qo'ydi. 9 yosh bo'lsa ham ancha-muncha foydasi tegadi, yordam beradi. Top-toza bo'ldi, po'sti holati. Quyoshga qo'yib qurtvosak bo'ldi. Obedga tovuldan gulash qilishni boshladim. Obed payti ham yaqinlashib qoldi. O'shaning uchun tez pishadigan ovqat qilishga qaror qildim. Tovuli gulash qilamiz bugun. Tovuli ovqatlar tez pishadi. Somoncha qilib to'g'rab olamiz. Boshqacha shaklda to'g'rasa ham bo'ladi, kimga qanaqa o'zi yoqqanini. Men bugun somoncha qilib to'g'radim. Yaxshilab qizdirilgan yog'ga solib qovurib olamiz. Suvi ketib, ozgina sal qizg'ish rangga kirguncha yaxshilab qovuriladi. 300-400 gramm tovuq go'shti ishlatdim. Obedda ko'p ovqat qilmayman, chunki xo'jayinim ishdalar, qizim bog'chada. Asosan o'sha oyijonimga, menga, o'sha 9 yoshli o'g'lim uchalamizga yetsa bo'ldi ovqat. Kechqurunga ko'proq ovqat qilaman. Ovqatlarni asosan bitta yeb tugaydigan qilaman, qoldirmayman. Kam-kamdan tez-tez qilaman. Tovuqlar qovurildi. Yaxshilab qizartirib qovurib olamiz. Suvlari ketib, sal sarg'ish rangga kirgandan keyin piyoz solamiz. Piyozni ham solib yaxshilab qovuramiz. Orada o'g'lim kelib ketdi 1-2 marta. Tovuli ovqatlarni yaxshi ko'radi. Qachon pishadi deb so'rab ketdi. Pomidor bilan chesnok soldim. Tuz, paprika, kashnich, o'zi yoqqan ziravorlarni solasiz. Yaxshilab qovurib, suv solamiz. Suv solgandan keyin, qaynab chiqqandan keyin bitta lavr bargini solib, yana dimlab qo'yamiz 15-20 minutga. Orada men grechkadan garnir qildim. Guruch yoki kartoshka pyure qilsa ham bo'ladi. Yana bir osh qoshiq kraxmalga yarim piyola sovuq suv qo'shib sovurganman. Podlivamizga quyuqroq bo'ladi. Yoniga pomidor bilan rukolali salat qildim. Hammaga yoqimli ishtaha. Obed qilib, oshxonani yig'ishtirib, keyin bitta yana shkafim порядка qildim. Oshxona shkafimni asosan ziravorlar turadigan joy. Keyin bir pas dam olib, kichkina muhlatib, kechga mantini boshladim. Mantini hamma bilsa kerak. Piyoz bilan go'shtlarni to'g'rab oldim.
yog'liroq go'shtlar bor edi, o'shalarni maydalab to'g'rab qiyma tayyorlab oldim. Boya bozorlik qilganimda olib kelgan manti uchun xamirimdan foydalanaman bugun. Bunaqa issiq kunda xamir yoyib manti qilish o'z emas, shuning uchun osongina variantini qilib qo'ya qoldim. Boshqalarga ham foydasi deb tegadi deb o'ylayman. Qiymani tayyorlaganim mana. Zira, murch, tuz solganman. Yaxshilab aralashtirib tayyorlab qo'ydim. Dumbalarni alohida to'g'rab qo'yganman. Har bitta mantiga bittadan solaman. Kimlardir dumba yemasa, o'shani solmayman o'sha odamga. Mantilarni pishib chiqqani. Bu esa tuvish jarayoni. Orada o'g'lim kelib ketdi. Nima ovqat qilyapsiz deb. Judayam yaxshi xamiri. Yuqa ham har bitta xamiri orasiga paket qilingan. Yopishib qolmagan. Judayam zo'r chiqdi mantilarimiz. Mantilar xamirlarni yoyib olib, qiymalarni solib chiqamiz. Ustidan o'sha boyagi ko'rsatib o'tgan dona-dona dumbalarni solib chiqaman. Dumbani dona-dona qilganim sabab hamma yemaydi bizda. O'g'lim bilan men yemayman. Hamma mantiga solmaganman. Chiroyli qilib tugib olamiz. Orada 6 yoshli qizim kelib menga tugishvordi. Oyijon, men ham tugay dedi. Ko'rsatib o'rgatdim. Chiroyli 4 ta manti tugdi u ham. O'zi tukkan mantilarni o'zim yeyman dedi. O'ziga suzib berdim. Yeb oldi. Maza qilib. Mantilarni mana shunaqa chiroyli qilib tugib olamiz. Tugish jarayonida chiroq o'chib qoldi. Videoda ham ko'ringan bo'lsa kerak. Taglarini yog'lab diskga terib olamiz. 40-45 minut qasqonda pishirib olamiz. Mana tayyor mantilarimiz juda shirin chiqqandi. Shu bilan videomiz yakuniga yetdi. Yoqqan bo'lsa, like va obunani bosib qo'ying. Rahmat.